Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana hozirgina ko'rsatuvimiz tugadi va men telefonni qo'limga oldim, nima xabar keldi deb. Bir ijtimoiy tarmoqlarda Ramazon kunlarida Ramazon tuhfasi deb bir kabobchi, shashlikchi ukalarimiz shashlikni reklama qilyapti. Ramazon aksiyasi shashlik marinatdan o'rtoqli bir tog'ora 40 ta qiyma shashlik bor yo'g'i 200 ming so'm. Donalar hisoblasangiz bu 300 ming so'm bo'ladi. Oldida 3 ta tog'ora turibdi. 3 ta tog'orada go'sht turibdi. Kabob turibdi va buni kunduz kuni reklama qilyapti. Va kuni kecha men o'zimning kanalimga Ziyoddin qori ibn Eshon boboxon farzandlarini chiqishlarini qo'ygan edim. Ramazon-i Sharifda iftorlikni ziyofat tariqasida o'tkazish mutlaqo durust emas. Nega? Ramazondan murod nimadir muhtaram jamoat? Riyozat, kam yeyishlik. U yerda Ramazon bu ochlikni tushunish, bu riyozat kuni, bu odamni sog'lom bo'lish, odamni avvalambor o'zini idrok etish, odamni ro'zani nimaga tutishini idrok qilish to'g'risida gapirgan edilar. Chunki Ramazonda bandalar hammasi Alloh taologa yaqinlik hosil qiladigan, farishtalik sifatlariga o'tib ketadigan bir oy bu. Ruhoniy bir oy, ibodat oyi. Men yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Muhtaram payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p o'zlarining ma'ruzalarida aytganlarki, ro'za kambag'allarning hayotini tushunish uchun tutiladi. Ro'za bu ozish uchun emas, yo boshqa uchun emas, ya'ni faqirlikni tushunish. Bu shu kunlarda biroz ovqatni kamaytirish, qalbingiz, yuragingiz boshqa jihatda bo'lishiga da'vat bo'lgan. Va bu falsafada, bu gaplarning ma'nosida juda chuqur gaplar bor. Bularni tagiga yetib borish kerak. Lekin men hayron qolamanki, bugun bizdagi ba'zi oshxonalar, ba'zi biznesmenlar Ramazon kunlari ham o'ziga xulosa qilmayaptilar. Qachon biz o'zimiz o'zbek millati qozon ovqatdan tinamiz? Qachon bizni ko'zimiz to'yadi? Qachon bizni jig'ildonlarimiz to'yadi? Axir bu kunlar bu ishlarni qilish to'g'rimi? Bu ishlarni qilish umuman noto'g'ri. Hammani ham qurbi yetmaydi bu tog'ora kabob yeyishga. Hammani ham bugun qurbi yetmaydi o'ziga shunday iftorlik qilishdi. Iltimos, biroz kamroq boyinglar, biroz tezroq boyimanglar. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda odamlarga bunday ta'sir qilmanglar. Ro'za tutishning falsafasi, ro'za tutishning madaniyatiga yetib boraylik va bunday reklamalarni ro'za paytida keskin kamaytiraylik. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Ro'za nimaligini anglash uchun bugun biz ko'p kitob o'qiylik va ro'zani faqat bu ozish uchun emas, yoki ro'zani faqat kunduzi ovqat yemasdan kechqurun oshqozonni to'ldirib olish yoki ertalab saharligicha to'ldirmasdan ovqat yeyish degani emas aziz do'stlar. Va ro'za paytida keling, bir-birimizni tarbiyalaylik, bir-birimizga shunday chiqishlar qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.